yoshgacha sotmaydi. Bizda mehmon kelsa 12 yosh o'g'lini yuboradi aroqqa. Borni aroqqa borganlar, qarsakchalarga ekspertlar, degustatorlar. Aroqda ekspertlar ko'rgan. Chunki otachi aroqqa yuborayotgan payt maksimalni tushuntiradi-da. Tak, Toshkent oqshom olasan yoki qara, Midov bo'lsa, Midov oldin yaxshi chiqqan. Hozir uncha yaxshi chiqmayapti. Filtri buzilganmi deyman-da. E'tibor ber, nakleykasiga e'tibor ber. Palyonka bo'lmasin, g'ijdondan chiqqan bo'lmasin. Tagiga qara, mana bunaqasiga aylantirib ko'r. Ey, 12 yoshli bola bor-ku, 20 yil staji bor, alkashga o'xshab kiradi magazinga. Aka dedi, nimangiz bor dedi. Men bu sotuvchini o'zi bilmaydi, lekin bu biladi.